oshqozon osti bezida kletka bor, hujayra bor, lekin bu yetarli emas. Hujayrasi kam. Buni ishlab chiqaradigan kletka kam. Yoki insulin ishlab chiqaradigan zavod kam deylik. Yoki ishlab chiqarayotgan o'sha anaqasi, hujayrasi insulinni juda kam. Demak, непосредственно mana shu narsaga bog'liq bo'lsa, bu birinchi tip bo'ladi. Endi ikkinchi tipdachi? Ikkinchi tipda mana bu yetarli bo'ladi. Insulin normal ishlab chiqaradi. Lekin buni oshqozon bilan mana bu turgan ijro buni kontrol qila olmaydi. Boshqara olmaydi. Mana shu narsa boshqarishi buzilsa, bu ikkinchi tip kelib chiqadi. İkinci tip sahnede, bu birinci tip sahnede. Demek, ben bunga bog'liq holatda, ben bu sahnede sahna ko'tariladigan bo'lsa, ben oshqozon ichiga bog'liq holat, bu ikkinchi tip deyiladi. Primoy oshqozon osti beziga bog'liq holatda sahna oshadigan bo'lsa, u birinchi tip deyiladi. Bolalarda, yoshlarda, ayniqsa mana shu yoshlarda birinchi tip ushlaydi. Bu ko'proq yoshlarda ushlaydi. Endi hozir ochig'ini aytaman, ikkinchi tip ham yoshlarda uchrayapti. 15 yoshdan boshlab ketdi tepaga qarab, 15 yoshdan kattalarga uchrayapti. Lekin birinchi tip aksariyat holatda 15 yoshgacha, 16 yoshgacha ko'proq uchraydi. Biri operatsiya qilib bo'lmaydi, biri men sizga hozir yozib berayotgan dori, mana bu kletkalarni sal bo'lsa ham qit'alab ko'paytirib vasanaviksga berishga yordam beradigan tabletga yozib beryapman. Bu birinchidan, ikkinchidan bu yerda kровообращение, qon aylanishini kuchaytirib beradigan dori yozib beryapman. Imенно shunday. Bu dori bilan keyin shu vasanavik bo'lib ketadimi? Dori bilan vasanavitsiya bo'lmasa ham saharning normada ushlab turish kerak. Bu bir ishlab turgan hujayrasini, sal bo'lsa ham ish faoliyatini yaxshilab berishga yordam beradi. Bu bir. Ikkinchidan, bu qizni sog' salomat 5 yil, 10 yilga bemalol tortish kerak. Nimaga deganda, hozir har xil narsa paydo bo'lyapti, birinchi tipga. Spesialniy datchik qo'yishyapti, insulinni meter qo'yishyapti, insulinni o'lchab vaqtida hammasini qiladigan narsalar paydo bo'lyapti. Buni ustida ishlashyapti. Bizga kuchimiz yetmaydi, ochig'ini aytish kerak. Masalan, rivojlangan davlatlarda bu narsani qilishyapti. O'sha davrga yetib olsangiz, inshaalloh, o'sha davrga eson-omon yetkazib olsangiz, buyog'i keyin